insonni qachon o'sishi bo'ladi bilasizlarmi? O'zini sohasini ustida ishlasa, o'zini kasbini yaxshi ko'rsa, izlansa, kuniga kamida 2 soat o'zini ustida ishlasa, o'zini professiyasi bo'yicha izlanish olib borsa, zo'r bo'ladi o'shanda. Telefon o'ynab o'tiraversa, gap sotib o'tirsa, ishga bekorga kelib ketsa, u izlanish qilmasa, hech qanaqa rezultat bo'lmaydi. Hozir masligi primer ko'rsataman. Dilmurod aka har doim ishdan keyin 2 soat mana izlanish qiladilar. O'zlarining kasblarini yaxshi ko'radilar. Xo'rosiz, polni yozib o'tiribdilar. Dilmurod aka avtoamper jamoasini ключевой figurasi bo'ladi. Ya'ni Ismoilni Ramboy okalari bilan asosan ish qiladigan inson shu odam bo'ladi. Xullas har doim ishdan keyin chiqib 2 soat o'zlarining ustidan ishlaydi. Haqiqatan ishining ustasi. Men hozir profil atvetga qilib qo'yaman avtoamper Ismoilning komandasini. Shuni kirib ko'ringlar. Вообще manfaatli, o'zini ishining ustasi bo'ldi. Haqiqatan zo'r. Rost o'zini ustida ishlaydigan bolalarga respekt. Hamma professional ustalarni addushi hurmat qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin. O'zingizlarning ustingizda ishlashdan to'xtamanglar. Qo'rqmanglar. Polniy period qilish kerak. Polniy period bosish kerak. Qo'rqish kerak emas hech narsadan. Nimadir maslahatmi, nimadir kerak bo'lib qolsa, biz qo'limizdan keladigan narsa bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz, to'g'ri maslahat berib boramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Bu videoni o'zini hurmat qiladigan ustalarga, o'zini kasbini sevadiganlarga va o'zini ustida ishlaydigan ustalarga jo'natib qo'yamiz.